barcha nafas a'zolariga xos bo'lgan 3 ta xususiyat haqida gapirib o'tganmiz. Birinchisi ularni naysimon tuzilishga ega ekanligi, ikkinchisi ularning ichki devori shilliq bezlar ishlab chiqarilishligi va uchinchi xos xususiyati esa bronxgacha bo'lgan a'zolarning devori kiprikli epiteldan tashkil topganligi. Endi birinchi nafas a'zolarining birinchi organimiz burun bo'shlig'i, cavitas nassus haqida gaplashamiz. Cavitas nassus ya'ni burunning 4 ta qismi bor. Ildizi radix nasi, orqasi dorsum nasi, tog'ay qismi cartilago nasi va uchki qismi apex nasi qismlaridan tashkil topgan. Tog'ay qismi mana ko'rsatib o'tib ketamiz. Tog'ay qismi cartilago nasini ham 3 ta qismi bor. Cartilago alla minor kichik qanoti, cartilago alla mayor katta qanoti va septum nasi fosil qismlardan tashkil topgan. Bundan tashqari burun chig'anog'imizda, ya'ni burnimizda 3 ta burun chig'anog'imiz mavjud. Birinchisi yuqorgi burun chig'anog'i concha nasalis superior, o'rta burun chig'anog'i concha nasalis mediana, pastki burun chig'anog'i concha nasalis inferior. Endi bu burun chig'anoqlarimiz burun yo'liga davom etadi. 3 ta burun yo'limiz mavjud. Meatus nasi superior, meatus nasi mediana, meatus nasi inferior. Burun chig'anog'i va burun yo'li birgalashib umumiy burun yo'lini, ya'ni meatus nasi communisni hosil qiladi.